faqat SATga borib juda ham katta xato qilib qo'yishyapti. IELTS xuddi sizni qizil pasportingizga o'xshaydi. IELTS universitetga topshira olmaysiz. IELTSdan yuqori ball olib olaman deyotgan bo'lsangiz, chuchvarani xom sanabsiz. Nega SATdan 1580 ball olgan odam IELTSdan 6,5 olyapti? SAT o'qituvchilar IELTSga bormasang ham hozir ulgurasan deb noto'g'ri gapirishadi va tayyorgarlik ko'rish oson emas. O'shaning uchun birinchi IELTSdan qutulib olib, keyin SATga borganingiz logika bo'yicha to'g'riroq bo'ladi. Tayyorgarlikni 10-sinfdan kerak bo'lsa 8-sinfdan boshlashingiz to'g'riroq. Hammaga salom, men ismim Tursunoy va men eng nufuzli top universitetlarga kirish bo'yicha mentorman. Meni studentlarim shu paytgacha Amerika, Angliya, Germaniya va boshqa universitetlarda to'liq grantlar bilan o'qib kelishyapti. Bugungi temamiz SAT muhimmi yoki IELTS? Ko'pchilik studentlarim konsultatsiyada yoki to'liq mentorlikda ham juda ham chalg'ishib qolgan studentlarim bor. Ya'ni ko'pchiligi faqat SATga borayotgan studentlarimni ko'rdim. Afsuski, studentlar faqat SATga borib juda ham katta xato qilib qo'yishyapti va vaqtini bekorga o'tkazib qo'yishyapti va shu bilan faqat SATga borib hozir IELTS ham zo'r bo'lib ketadi deb o'ylashyapti va natijada SAT'si ham yuqori chiqmayapti va IELTS ham yuqori chiqmayapti va natijada hech qaysi universitetga, to'pov universitetga topshirishga ham даже ulgurishmayapti. Shu haqida bugun to'liqroq gaplashamiz. Birinchi o'rinda keling o'zi SAT'ni ichiga nimalar kiradi va IELTSni ichiga nimalar kiradi. IELTSdan boshlaymiz. IELTS bu albatta sizni ingliz tili bilish darajangizni bildiradi va akademik tilda qanday qilib ingliz tilida yoza olasiz, o'qiy olasiz, gapira olasiz va akademik ingliz tilida qanchalik ingliz tili bilish darajangizni ko'rsatib beradigan test. SAT esa maqsadi nima? SAT'ni maqsadi sizni logikangiz, IQ darajangiz qanchalik ishlashini ko'rsatib beradigan test. Ya'ni SAT'da SAT Math bor, SAT English bor, ikkalasida ham ingliz tilida savollar bo'ladi, ikkalasida ham ingliz tilida matematika bo'ladi, ingliz tilida reading bo'ladi, ikkalasida ham qiyin academic English ishlatiladi. Lekin bittasini vazifasi ingliz tilini bilish darajasini tekshirish, SAT'ni maqsadi esa sizni IQ logikangizni tekshirish. Va savol tug'iladi, qaysi ekzamenni o'zi olishim kerak top universitetga topshirish uchun? Qaysi biri menga kerak? Qaysi biri siz o'qishga topshira olmayman? Qaysi biri bilan universitetga to'shni kira olmayman degan savol bo'lishi mumkin. Siz tushunishingiz uchun ko'p universitetlar sizni IELTSsiz qabul qilishmaydi. IELTS bo'lmasa Duolingo yoki TOEFL sizni qabul qilishmaydi. Chunki IELTS xuddi sizni qizil pasportingizga o'xshaydi. Masalan, xorijiy davlatlarga chiqayotganingizda samolyotga o'tishingiz uchun albatta qizil pasportingizni ko'rsatishingiz kerak. Qizil pasport sizni fuqaroligingizni ko'rsatib beradigan dokument hisoblanadi. Xuddi shunaqa IELTS ham sizni ingliz tili darajangizni isbotlab beruvchi ekzamen. Ya'ni siz SAT'ni o'zi IELTSni ingliz tilida gapira olasizmi yoki yo'qmi, yoki professorning ingliz tilida tushuntirayotgan temalarini, darslarini siz tushuna olasizmi, yo'qmi? Faqat IELTS ekzameni ko'rsatib bera oladi. SAT ekzameni esa sizni matematika bo'yicha bilish darajangizni va logikangizni qanchalik yaxshi chuqurroq o'ylay olishingizni va qiyin misollarni qanday yecha olishingizni ko'rsatib bera oladigan ekzamen. O'shaning uchun shuni bo'lishingiz kerakki, prioritetlarni to'g'ri o'ringa qo'yishingiz kerak. IELTS universitetga topshira olmaysiz. O'shaning uchun birinchi IELTSni topshirib olasiz, kerakli ballni olasiz. 7,5 bo'ladimi, 8 bo'ladimi, 6,5 bo'ladimi, kerakli ballni olasiz. IELTSni kerakli olgan bilimlaringizni ishlatib SATga borasiz. SATda bor ingliz tilingizni undan ham chuqurlashtirasiz, undan ham chuqurroq, qiyinroq akademik inglish so'zlarini o'rganasiz va shunday qilib SATni keyingi ikkinchi o'ringa qo'yganingiz to'g'riroq bo'ladi. Agar siz SAT'im bor-ku, eng yuqori ballim SAT'dan bor-ku, IELTSni shundoq ham bir oy tayyorlanmasdan SAT'dan IELTSdan yuqori ball olib olaman deyotgan bo'lsangiz, chuchvarani xom sanabsiz. Nimaga? Chunki o'tgan yili bitta studentim keldi, SATdan 1580 ball olgan, IELTS hali ham topshirmagan, ingliz tilisi juda ham zo'r, lekin bor IELTSni topshirgin, IELTSga srochno kerak deadline indinga deganimda IELTSni topshirdi, bir hafta ham tayyorlanmasdan borib topshirdi, bir oymi tayyorlandi, lekin qanchadir ham vaqti bor edi, borib topshirdi, natijada atiga 6,5 ball oldi. Nega? SATdan 1580 ball olgan odam IELTSdan 6,5 olyapti.
chunki IELTSni o'zini strategiyasi bor, o'zini qiyinchiliklari bor, o'zini o'rganish uslublari bor, o'zini testini 9 darajagacha ko'taradigan o'zini strategiyalari bor va SATni strategiyalari IELTSga hech qanaqa tushmaydi. Shuning uchun ham men har doim misol qilib keltiraman. Guruch, sabzi, piyoz da siz osh pishirishingiz mumkin va xuddi shu ingrediyentlar bilan siz biryani pishirishingiz mumkin, indus ovqati. Bu degani xuddi shu ingrediyentlardan ikkalasida ham ingliz tili kerak. Ikkalasida ham ingliz tili bo'yicha so'zlarni bilishingiz kerak, ingliz tilini tushunishingiz kerak, o'qishingiz kerak, eshitishingiz kerak, yozishingiz kerak. Lekin ikkalasini strategiyasi har xil va ikkalasi bir-biriga o'xshash ekzamenlar emas. O'shaning uchun birinchi IELTSni topshirib olamiz, bitta yelkamizdan tog'ni ag'darilamiz, bo'ldi, qutuldim, IELTSdan 7.5 ga olib oldim, 2 yil vaqtim bor deganingizdan keyin SATni boshlaysiz yoki parallelni o'qiysiz ingliz tili bilan SATingizni. Keyin SATni topshirasiz va SATingizni 1580, 1550, 1500 dan yuqori qilmagungacha topshirib yuqorilashtirib borishingizga harakat qilasiz. O'ylaymanki, hozir juda ham ko'p miflarni hozir sizni boshingizdan chiqarib tashladim, chunki ko'pchilik SAT o'qituvchilar IELTSga bormasang ham hozir ulgurasan deb noto'g'ri gapirishadi va meni studentlarim, to'liq mentorlikdagi studentlarimni ham ba'zida yo'ldan og'dirib yorishadi, chunki ularni har kuni ko'radi. Mana esa onlayn ko'radi va ularning gapini ular ko'proq eshitishadi va baribir ularni e'tiborga olishadi. O'shaning uchun e'tibor bering, iltimos. SAT o'qituvchilar ham iltimos, sizlarga hurmatim juda ham kuchli, lekin studentlarni chalg'itmaylik. Keling, SATdan tashqari IELTSga ham alohida tayyorgarlik ko'rishligi shart. Bilaman, ikkita ekzamenni bir paytda tayyorgarlik ko'rish oson emas. O'shaning uchun birinchi IELTSdan qutulib olib, keyin SATga borganingiz logika bo'yicha to'g'riroq bo'ladi. O'shaning uchun hammaga rahmat. Universitetlar, kstati, yana shu joyda qo'shmoqchiman. Universitetlar IELTSsiz qabul qilmasligi mumkin, lekin SATsiz qabul qilishi mumkin. Bu degani esa siz SATdan past ball olgan bo'lsangiz ham bor IELTS ballingiz bilan eng nufuzli universitetlarga ham topshirib olishingiz mumkin, agar sizni IELTSingiz 7.5, 8 dan yuqori bo'lsa. Bu degani esa siz prioritetni to'g'ri qo'yishingiz kerak. IELTS kerakmi yoki SAT kerakmi? Agar matematikam umuman kam, 4 oy vaqtim qoldi, deadline'ga umuman ulgurmayapman, o'zim 1-sinfdaman deyotgan bo'lsangiz, SATni tayyorgarlik ko'rishdan maqsadam o'zi logika ham qolmaydi, chunki ulgurmaysiz ham IELTSga topshirishga, ham SAT topshirishga. O'shaning uchun tayyorgarlikni 10-sinfdan kerak bo'lsa 8-sinfdan boshlashingiz to'g'riroq, chunki 1 yil SATga ketadi vaqt, 1 yil IELTSga ketadi vaqt va yana 1 yil ketadi, kamida 3-4 yil ketadi shaxsiy brendingizni ustida ishlashga. O'shaning uchun ham tayyorgarlik ko'rishni ertaroq boshlang va boshqa studentlarga o'xshab oxirgi deadline'larda yugurib hech qanday narsaga ulgurmasdan qolib ketmang. Bu esa to'liq grantlarning eng katta kaliti va bu sizni juda ham katta stresslardan, nervlardan asrab qoladigan juda ham foydali maslahat bo'ldi deb o'ylayman. Yana ham chuqurroq ma'lumotlarga ega bo'lish uchun va foydali informatsiyalarga ega bo'lish uchun bizning Telegram kanalimizga yoziling. Telegram kanalimizga havolani ushbu videoni tagida qoldiraman va undan tashqari bizning Instagram kanalimizga yozing. Instagram kanalda har kuni, har bitta kunimni ko'rsatib boraman va studentlarimiz bilan nimalar olib borayotganimizni ham ko'rsatib boraman. Va ushbu videoga like bosganingiz uchun va kanalimga yozilganingiz uchun kattakon rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha.